Kosmetologga umuman bormaganman o'zi. Faqat bitta chestka qildirganman ancha yil oldin. Tozalagan, oddiy tozalagan, biror unaqa natija sezmaganman. Birinchi kelganimga o'zi 17 kun oldin kelganman atiga. Shu qilib qo'yganlardan keyin 14-15 kundan keyin keling degan edilar. Men qiziqib borganimda ham rezultat ko'rmaganman, oddiy shu chestkasidan. Bu kishigami уже ikkinchi kundan aytdim-ku, kelib ketganimdan keyin ikkinchi kundan уже stresslarim yo'qolib, точно unaqa ekan, bu kishi o'zini ishini ustasi ekan deb ixlos qildim qanaqadir. Hammaga ham ixlos qilib yoki anaqa qilavermayman-da, ishonib. Конечно, u charchagansan, charchabsan, nimaga xafa, shunaqa gaplar eshitaversa, u naоборот bo'laveradi-ku. Agar yosharibsan, chiroyli bo'libsan desa, yana ham kayfiyatingiz ko'tariladi, настроениyangiz yaxshi. Chiroyli bo'laman, yana yashayman deydigan O'zbekistondagi barcha ayol xotin-qizlarga Dana opani tavsiya qilaman, Dana doktorni.